Hazır balam, hazır. Hazır kızım. Hazır canım balam, hazır. Kaynanamdan teppaten bu kaynana yok, halay yok, başka yok demeyiz. Kaynanadan ötedi lekin kaynanadan pas gitmeydi. Bu. Ki bana hazır. Mana şu kaynanam olardı. Hazır kızım, hazır. Yaptı. Tazala yaptı deyip tazaların muşunu koyuver, Ki yiyip içip oturardı. Ben malalı. Ben malalı ver. Bak bana. Bir yarım dem açayım mı? tavba kıldım. Meni qilguncha qo'ltingni yutqizim chekwa. Men she'rgacha olingan. Men she'rdan kelgan. Boshda tarafim suyagini polay yo'q. Hali ham Allohning qudrati ekan. Kechalar tahajjud o'qiganlarimni to'xtamay joynimizda turib Allohdan so'raganimni yashash uchun kurashib o'ziga keldi. Bu akani o'rinlarga o'zingizni qo'yib ko'rib, hamma joyingiz sog' bo'lganiga shukr qiling. Birinchi o'rinda so'raydigan narsam shu. Akasi bilan chiqib shu mashina yuvib kelamiz deb avtohalokatga uchragan. 99-yil o'lim voqea joyida olamdan o'tdi. 5 oyda boshida mana 9 marotaba operatsiya bo'lgan. Ovqatlanish qanaqa katta ne'matligini hozir mana shu akamiz orqali sizga bitta ko'rsatib bermoqchimiz. Ovqat shu yerdan berasiz. Ha, mana shu yerdan beraman. Suvni ham unaqa qo'yib ichadi. Shunda oshqozonlarga bu ovqat yetib boryapti-da. Ha, mana shu yerga mana oshqozon. Bu ham mana bunaqa bu qonli ko'p yil qo'yilgan ham biri. Ovqat chiqib ketyapti bu yerdan ham. Bergan ovqatimiz keyinroq chiqib ketadi, yutalsa. Mana shunaqa qilib ovqatlantiramiz balam. Qo'llarini ham mana chaqaloq qanday bo'lsa shunday. Hech kim farzand o'g'lidan kiyinmasin balam. Balam uchun to'xtovsiz kurashyapman, to'xtovsiz. Ehson qiladigan yaqinlaringizga mana shu videoni tashiysiz. Dalolat qilasiz. Sana ham ehson qil, ey inson. Agar sen shu holatda bo'lganingda nima qilarding? Shukrki, seni holating sog'lom. Mana shu shukr haqqini ado etish uchun ham yordam berib, ehson qilish qo'lingizdan kelmaydimi? Men she'rgacha olingan. Men she'rdan kelgan. Boshda tarafim suyagini polay yo'q. Hali ham Allohning qudrati ekan. Kechalar tahajjud o'qiganlarimni to'xtamay joynimizda turib Allohdan so'raganimni yashash uchun kurashib o'ziga keldi. Bu akani o'rinlarga o'zingizni qo'yib ko'rib, hamma joyingiz sog' bo'lganiga shukr qiling. Birinchi o'rinda so'raydigan narsam shu. Akasi bilan chiqib shu mashina yuvib kelamiz deb avtohalokatga uchragan. 99-yil o'lim voqea joyida olamdan o'tdi. 5 oyda boshida mana 9 marotaba operatsiya bo'lgan. Ovqatlanish qanaqa katta ne'matligini hozir mana shu akamiz orqali sizga bitta ko'rsatib bermoqchimiz. Ovqat shu yerdan berasiz. Ha, mana shu yerdan beraman. Suvni ham unaqa qo'yib ichadi. Shunda oshqozonlarga bu ovqat yetib boryapti-da. Ha, mana shu yerga mana oshqozon. Bu ham mana bunaqa bu qonli ko'p yil qo'yilgan ham biri. Ovqat chiqib ketyapti bu yerdan ham. Bergan ovqatimiz keyinroq chiqib ketadi, yutalsa. Mana shunaqa qilib ovqatlantiramiz balam. Qo'llarini ham mana chaqaloq qanday bo'lsa shunday. Hech kim farzand o'g'lidan kiyinmasin balam. Balam uchun to'xtovsiz kurashyapman, to'xtovsiz. Ehson qiladigan yaqinlaringizga mana shu videoni tashiysiz. Dalolat qilasiz.